bitta rasmga tushaylik. Ey yigitlar, Shvetsariya kimga kerak? Mana. Amerikanga almashmayman O'zbekistoningni deb qo'yaman-da men. Mana bugun Shvetsariyaga keldik. Endi bir katta pul xarajat qilib keldik. Makka Madinaga bormadik, Shvetsariyaga keldik. Gulchehra akamiz Shvetsariyaga javohir olib keldi. Bugun bir tomosha qilib, o'zimizni Shvetsariyada olon opaslar olib ketishga kelganmiz lekin. Biz Aqtepaga O'zbekistonga olov qizlar olib ketishga keldik. Mana sizga tushiribman. Mana pulni bari shunda. Menga beraman deyapti. 30 ta siyir olib ketamiz. Voyjonsi bu. Mana men, mana Javohir. Javohir otasizni Shvetsariyaga mashinada oparaman deb mana olib keldi. Haloli bo'lsin. O'zimiz Jentrada keldik. Mana Shvetsariya tog'lariga tan berdim mana. Mana Shvetsariya eng go'zal joylar. Bizdan bor yo'g'i 1,5 soatlik yo'l, lekin Shvetsariya. Hozir yomg'ir bo'ladi. Samarqandda issiq. Samarqandning sal berilarda Shvetsariya mana. Shvetsariyaga borib nima kerak? Mana Shvetsariya. Bu yerda borga 10 kun yoting. Dunyoni unutasiz. Hozir men kerak bo'lsa sizni qorga qorning bor. 7 metr qorning balandlik bor degan ketyapti. Kechagi hafta bordik, ha. Qor borku 7 metr. Bu qishdan bu qishga yerimaydi ekan. Ey, O'zbekistonda borku hech narsaga almashmanglar ey yigitlar. Pastarg'am bilan bulung'ur qurib ketsa ham bir yerga islang. Bahor. Kayfda. Mana qarang, shamolni qarang. Haligi darlardan ham bor, gazoydan. Mana menda bor. Ironning o'tidan bo'lganda olib kelyapman bitta tabibdan. Shunday yalasangiz bo'ldi. Qaytadan yigitga aylanasiz. Mana hozir beraman. Qimmat emas, arzonga beraman. 40 mingga beraman, 1 yilga yetadi.